navbatdagi bemorimiz 1966-yilda tug'ilganlar, bizga Toshkent shahridan murojaat qilganlar. Bularda diqqatga sazovor joyi yondosh kasalliklari juda ham ko'p va murakkab kasalliklar. Xobillari bor birinchi o'rinda. Bundan tashqari bularda miyastiniya bir necha yildan beri kasallanganlar, bemor o'zi gormonda. Bir necha bor krizga ham tushganlar. Hozir ahvollari stabil og'ir holatda. Chunki diagnoz betda to'g'ri ichakda sherektal parapraktit gnoyni proses juda ham kuchli. Yaxshi xod topib tashqariga chiqib turgan. Bular почти bir 2 oydan beri mana shu proses bilan qiynalib yurganlar. Mana hozir Allohga tavakkal qilib yo'limizni ochsin deb mana operatsiyaga oldik. O'ylaymanki qisqa muddatda bu kasallikdan butunlay qutuladilar. Spreydami? Spreyga o'tkazinglar. Qarang, mana operatsiyangiz o'tyapti. Siz bo'lsa bu operatsiyadan qo'rqib qancha yurdingiz? Nimadan qo'rqdingiz? Nimadan qo'rqdingiz, amaki? Xudo xolasa. Lekin juda yomon bo'lib ketgan ekan orqam, aka. Da Allohga tavakkal qilib bismillah deb qilamiz. Xudo xolasa hammasi yaxshi, akkuratni bo'ladi, amaki. Amaki, qalaysiz? Yaxshi ketyapti operatsiyangiz. Ferzodga katta rahmat. Обработки бетадин. Ta'sirida mana shilliq qavatlar ilvira yotibdi. Tem bo'lib bu yerda ancha vaqtdan beri gnoyni proses rivojlangan-ku. Ham gnoyni proses, ham uzoq yillar gormon ichib yurish natijasida shilliq qavatlar shu darajada ilviraganki, qon ozgincha travmaning ta'sirida ham otilib chiqyapti. Tak, mana rejalashtirilgan amaliyotni yakunladik. Bemor bu bilan bir amaki qancha qiynaldingiz? Bir 4 oy qiynalib yurdingiz-a? 4 oydan bir aziyat chekkanida 20 minutda tugadi operatsiya. Xudo xolasa bu yog'iga rana 1-1,5 oyda bitib ketadi. Ko'rmaganda o'tib ketadilar.